bir bakılsa İzzetbek nasip olsa devalarını toplap başladı. Vaktin koşma. Ben iki koşamasam. Hadi. İtibar yok. İtibar bulup karar. İtibar bulup karar. Yaxşı olanlar seni videolarını görsün. Assalamu alaikum hurmatli Xorazm kanali obunachilari. Xudo xolasa hatto oiladamiz. Nasib bo'lsa Eddin kechalarimdan boshlab bir yaxshi insonimiz, yaxshi og'amiz shu İzzetbekka niyatlar to'g'ri sxemalarni shu barchasini olib berdilar. Achchaqimiz hurmatli aka-ukalar, bu yigitni e'tibor juda ham kam. Bizlar buni qo'ldan kelgancha hurmatli obunachilar biz shuning videolarini chiqaramiz, televizorlar videolarini chiqaramiz. Shuning insonlar videolarini chiqaramiz. Yaxshilab sizga e'tibor qilsangiz, ishlar o'zgarishini istaymiz. Albatta, menimcha Instagram'dagilar so'zlarni bo'lsa, duolarni sifatlashlarimizda insonlar bilan ko'rinmaydi. 12 ming, 15 ming, 20 ming prosmotr hurmatli aka-ukalar. Shuning insonni uyina e'tibor qaratsanizlar biz xursand bo'lamiz. Chunki bu yerda alınıp turgan narsa, bu ustalarning mehnat haqqisi, qilgan mida cho'dalar, vida chiroyli qarz bo'layapti. Xudoyimga shukr etaman bu qarzni yetirganlar bizlari. Albatta agar shu joydan bir omon sog'ina chiqarsangizlar, hurmatli aka-ukalar, bizning oxirgi ish faoliyatimiz shu yerda bo'ladi. Sababi bizlar ehson sevar insonlar bo'lmay boshladi. Prosmotr soni bor, lekin ehson etaman degani arasida yo 4 yo 5. Shuni munosabatini kelinglar aka-ukalar, shu yerdan bir omon sog'ina shu yigitni bir quvontirib chiqib ketadi. Qachonki ehson sevar insonlar yig'ilganda toza proyekt boshlaymiz. Kelinglar. Hech bo'lmaganda yaxshi insonlarga sabab cho'linglar, bizlarning kartalarini ekranlarda qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar, yaqinlarim.